Hammaga salom. Biz o'tgan videoda aqlli uy nima, odamlar bu haqida nima fikrda ekanligini bilib oldik. Agar siz ko'rmagan bo'lsangiz, описаниеda ссылкасы bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. Bugungi videoda biz aqlli uyni nima sababdan siz o'rnatishingiz kerak, nima og'riqligi u yechim bo'la oladi. Shu savollarga keling javob topishga harakat qilamiz. Bu videoni ham biz bir necha bo'limlarga bo'lib olganmiz. Hozir ketma-ketlikda hammasida to'xtalib o'tamiz. Kelinglar eslab ko'ramiz. Xonadondan biz chiqib ketdik, lekin dazmolamiz o'chirildimi yoki eshik quflandimi, svet o'chdimi? Hammamizning xayolimizdan o'tgan voqealardan bittasi. Yokida ko'plarda bo'lgan voqealardan bittasi, uyingizni quflagansiz, kalit hech kimda yo'q, safardasiz, uyingizda suv toshgan. Bu narsa qanaqa oqibatlarga olib keladi? Tasavvur qiling, kech bo'lganda uyingizga qaytdingiz, qo'llaringiz esa bo'sh emas, sumkalar, farzandingiz, lekin svetni yoqish uchun nechta operatsiyani amalga oshirishingiz kerak. Yozni issiq chillasida yoki qish sovuq kunlarida uyingiz komfort darajada sovuq yoki issiq bo'lmasligi. Va eng muhim muammolardan bittasi, har xil jihozlar sizga kerak emas bo'lgan payt yoqib qolib ketgani yoki rozetkadan uzilmaganligi tufayli elektr energiyasini ko'p sarflanishi. Quyidagi sanab o'tilgan muammolarga yechim topish uchun bizga smart qurilmalar kerak bo'ladi. Hozir hammasida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi smart включатель. Bu yordamida biz svetlarni o'chirib yoqishimiz mumkin. Agar siz tashqariga chiqib ketgan bo'lsangiz, telefon orqali svetlarni o'chirib yoqishingiz mumkin. Ikkinchisi smart rozetka. Bu oddiy rozetkaga tushadi va bunga biz dazmolni ulab qo'yishimiz mumkin. Agar siz esingizdan chiqargan bo'lsangiz, o'chirdingizmi, yo'qmi, bundan o'tayotgan tokni telefon orqali uzib qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi muammoga yechim qilib, mana shu ikkita qurilmadan biz foydalanamiz. Bu datchik от протечки, suv toshishi mumkin bo'lgan joyga qo'yib qo'yasiz. Agar suv toshsa, bunga suv tegsa, sizni telefoningizga ogohlantirish beradi. Bu narsa esa markaziy ekranga o'rnatiladi va bundan kelgan xabar yordamida suvni bekitib beradi. Uyingizga qaytganingizda chiroq avtomat tarzda yonishini xohlasangiz, bizga datchik присутствие kerak bo'ladi. Bu harakat datchigi har bitta harakatni sezadi va chiroqni yoqib berishga yordam beradi. Uyimizda normal temperaturani saqlab turish uchun biz klimat sensordan foydalanamiz. Bu yerda belgilagan temperatura orqali ekopult yordamida konditsioner va radiatorni boshqara olamiz. To'rtinchi muammoga yechim esa aqlli uyni har bitta gadjetni o'rni deb hisoblasak bo'ladi, chunki bular o'zini ishini bajarsa, elektr energiya albatta tejaladi. Umumiy olganda aqlli uy bu gadjetlarni to'plami emas. Aslida esa bu qulaylik, xotirjamlik va xavfsizlik garovidir. Xulosa o'rnida shuni aytib ketmoqchiman, aqlli uyni juda ham katta kelajagi bor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling, chunki keyingi videoda aqlli uy internetsiz ishlaydimi degan savolga javob berib ketamiz.